Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya qatnashchilari. Bugun sizlar bilan xalq deputatlar borasida kengashning navbatdagi tuman kengashi deputatlari, tuman hokimi o'rinbosarlari, siyosiy partiyalar, tumandagi rahbarlari, taklif etilgan tuman tashkilotlar rahbarlari, ommaviy axborot vositalari, tuman hokimi matbuot g'alaba gazetasi vakillari, Qadr tuman kengashining boshidagi tashkil etilgan ekspert guruhi va yoshlar masalalari maslahat guruhi a'zolari taklif etilgan. O'zbekistonda ekspert guruhlarida yaqinda taqdirlarni qishloq xo'jaligi faxriysi bo'lib qoldi. Mana aholi tomorqasidan samarali foydalanish bo'yicha tumanda yagona desak adashmasam kerak. Mana ko'ryapsiz, nechundan bo'lyapti, yetishtiryapsiz, limonlaringiz, mana siz uzumlaringiz, gulchiligingiz, alohida tumanning 66 mahallasi aylangan bo'lsa, biror joy yo'q. Bu albatta siz mehnatingizga bog'liq. Mehnat qilsangiz qadrlar ekan, boshimizdan bilibdi. Demoqchimanki, o'zingizga o'xshagan yaxshidan bog' qoladi degandek, ko'p mana shogirdlar chiqaryapsiz. Siz aytmoqchiman, bundan keyin ishlarga omad tilayman. Bundan yana nima deydi? Tumanimizni ichki bozorini ta'minlab boyitishda avtomobil mehnatlarida ya'ni bozorga olib qavatli bo'lgan. Yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda ularning ijtimoiy siyosiy faolligini qo'llab-quvvatlashda bo'lma ijodkorlar jarayonini xususan yoshlarning masalalariga doir qaror loyihalarini ishlab chiqish va muhokama qilishda faoliyat yoshlarga doir masalalarni yuzasidan takliflar ishlab chiqish hamda jamoatchilik asosida olib borilgan kengash huzuridagi yoshlar maslahat guruhiga yangi a'zolar qabul qildik. Yangi a'zolarimiz Jumanazarov Nurobek Elyorberoğlu va Qo'rg'onova Sarinoz Suratbek qizi. Ortiqov Omadbek Murodjonoğlu. Rahmat sizlarga, ishlaringiz omad. Mana sizlar endi doim sessiyalarga qatnashib, yoshlar va masalalar bo'yicha o'zlaringiz fikrlaringizni, masalalaringizni qo'shib borasizlar. Rahmat, omad bilan. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, bugungi sessiyada xalq deputatlari kengashiga saylangan 25 nafar deputatdan 16 nafari qatnashmoqda. Qolgan deputatlar talablarga ko'ra ishtirok etishmayapti. 5 ta deputatimiz hozir maktab direktorlari hozir ulardan test olishyapti ekan. Birinchi test topshirishga ular kirib boradi, topshirishiga kelib qo'shilib ketadi. Nimani ko'rib yetadi, sessiya ochishdan o'tkazib ko'rib yetadi. Takliflar qo'lga yetganini hisobga olib, sessiyani ochish to'g'risida taklif qildim. Ro'zadan tashlab berganlar yo'q, rahmat. Shunda xalq deputatlari tuman kengashining 17-sessiyasini ochiq deb e'lon qiladi.
Hurmatli deputatlar, avvalo sessiya ishtirok qilgan birinchi oqtepa saylov okrugi xalq deputatlari kengashiga saylangan deputat Abduqodirova Olmazor G'ulomova nomzodini qo'yish bo'yicha taklif qilgan. Boshqa takliflar bormi? Agar bo'lmasa, loyihalar qarshilar betaraflar yo'q. Marhamat qilib sessiya kun tartibi boshqa qo'shimchalar takliflar bormi? Agar yo'q bo'lsa, rozilar, qarshilar betaraflar yo'q. Hurmatli deputatlar, sizlar bilan sessiya ishlayotganini tasdiqlab olishimiz kerak. Ma'ruza uchun 15 daqiqagacha, qo'shimcha ma'ruzalar uchun 5 daqiqagacha, yakuniy uchun 3 daqiqagacha, muzokaralar uchun 3 daqiqagacha, qo'shimcha ma'lumot yoki savol berishlar uchun 3 daqiqagacha, deputat ishini sanasi o'tkazish shaklida taklif etaman. Qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa, ovozga qo'yaman, rozilar, qarshilar betaraflar yo'q. Rahmat. Kun tartibidagi birinchi masala yuzasidan 2026-yil 2-oy yakuni bo'yicha Baliq tumani mahalliy byudjetini daromadlarini oshirib bajarish natijasida shakllantirilgan mablag'larni yo'naltirilishi to'g'risidagi hisobot eshitamiz. Hisobot uchun Baliq tumani iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i birinchi o'rinbosari Yo'lchiyev Boburovga beradi. Marhamat.
to'laversin deb yana kiryapti. Bu hokimga kelgan bosh qo'yganda faqat amal qilish kerak emas. Uni ham o'rganish kerak demoqchiman.
Alikazarda hamma ko'chada avtomobil bo'lyapti. Beryapti. Aholi ko'chada. Shunda har bitta nimaga endi nimaga shu avtomobillar ko'rib ketdi. Buni vodovod almashtiraman desa, buni qarorni o'zgartirmaydi. Prezident qaror. Bunga qolib ketdi. Bulardan o'zgartirib beramiz. Bunlar qanaqa savollar bor? O'zgalar bormi? Savollar bormi? Hali qadar bo'ling, qadar bo'ling. O'zingizda qadar bor. Agar mashina o'zingizda mashina qoldiradi.
bu hozir bobur ekan masalasi o'zimasi ko'rish masalasi bobur ekan ikkita masalani axborot ketdi. Shunga masalan oldiga qo'yaman, ro'zada qarshilar betaraflar yo'q. Rahmat. Endi ikkinchi masalaga o'tamiz. 2006 tomonidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi balans bilan arzon boshqarish axborot. Bunga siz bir hurmat qilasiz.
noyob tadbirkorliklarimiz va aniqlangan aholi kamchiliklar bartaraf etildi. Mehnat qonunchiligi bo'yicha ushbu hududlarda joylashgan tashkilotlar targ'ibot xodimlariga targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Soliq qonunchiligida ba'zi imtiyozlar qo'llash holati yuzasidan birinchi ikkinchi noyob bo'lgan fuqarolarga ijro imtiyozlar qo'llash belgilanish uchun ifodadan kelishib hozir tumanda qo'llash faoliyati nomujudligi jinoyatlar bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Sport maktabi, tizim maktabi, asosan yerda 7-8 qo'shimcha maktablar bor. Lekin bular tayyorlangan, hamma sanoat bo'yicha hech qanday xabar olmadi. Qolganlar xabarlar buni bevosita tekshirolmagan. Lekin buni olmoq bo'yicha har bir shartnomani oliy majburiyatiga qarshi harakatlar qo'shilmagan ekan. Agar hozir kesgan bo'lsa ham, qilgan bo'lsa ham, ularning qonuniy 2 yillardan avvalida bu narsa hozir yangi o'zgartirildi. Xalqdan vazirni mustaqil qilib xalqdan vazirga keltirildi. Qo'pollanishga qarshi xabarlar bo'lsa ham, xabar bermasa ham qo'pollanishga qonuniy hisoblanadi. Ve o'sha ilovasini bajargan taqdirda mehnatga tekor bo'ladi. Endi shulardan bevosita jarayonga qo'shimcha qo'llangan tizimlar bor. Agar shunday haqida ma'lum bo'lib ketadigan bo'lsa, shuni jinoiy javobgarlikdan tashqari o'z mehnat qonunchiligi mehnatni buzishga keladi. Endi mehnat qonunini buzish uchun yangi qo'llanilish shart emas. Tergovga borishda sud tomonidan shart emas. Ya'ni bitta narsa bor, davlat xizmatchisi o'zini sudga olmaydi. Bu masalada analiz so'rovnomasi xodimlarga hamma narsa to'g'ri bo'lsa tanib qolsa, unga uni aniqlab olish kerak yo'q. Bu ko'pincha nima tekshirish kerak? Aniqlangan har qanday holat nima tekshirishga asos bo'ladi. Nima farq bilan nima tekshirishga o'zini xizmat qilishgandan agarda jinoyat amalga bo'lsa bir qismlar isbotlanmagan taqdirda tekshiritiladi. Ikkinchidan tibbiyot xodimlari sifatida asosan 200 tibbiyot xodimlari buyruq bor. Ular aksariyati hozir avgustda qoladi. Avgustda imkonda o'tgandan keyin o'zim sizda o'tgandan keyin 50 bag'onadan ichki suhbat bo'ladi. Hozir asosiy ko'ylaklar, asosiy tarafdor orqali suhbat jarayonida ketyapti. Davlat xodimlari boshqa qonunlarda bu haqqoniy bo'yicha qonun ko'rilyapti. Agar shundan keyin haqiqiy hisoblangan bo'lsa, bevosita xizmat tayyorlanishi kerak. Ikkinchisi haqiqatan real asoslar bo'ladigan bo'lsa, amalga qonun bo'yicha ta'minot qilish kerak. Endi asosan suhbat jarayonida ko'rish kerak. Shunday to'g'ri qabul qiladigan bo'lsa, har bo'lsa, bu davlat qonun hamkorligimiz ma'lumot tayyorlab o'tdik. Lekin barcha tarix o'rganish kerak-da. Nazorat qilgan joylar teknik ishlamay tarbiya qilishga asos qo'yish kerak deb tasavvur qilamiz. Ta'limda ham bo'lsin. Lekin nimada juda ko'p. Xabarlaring bor. Bu masalada tumanda katta holat aylantiramiz bo'yicha adliya bo'lim tomonidan chiqarilgan. Ular videoda aynan suhbat jarayoniga adliya bo'lim xodimi qatnashishi belgilangandi. Aynan suhbat bo'lim qatnashganimizda xabarlarimizga ko'ra davomida birorta xodim suhbat etmadi.
qilganimizda birorta qonun qattiq qilmagan. Endi unda shunaqa shartnomalar yozganmizki, o'qishlardan taqdirlanganmiz, xatolarga har bitta xodimga shartnoma berganmiz. Yana savol berishimiz kerak. O'zaro gaplashgan bo'lsak, xotin kalkani olib olish uchun qonun ishlab o'zi bo'ladimi? Bo'ladi. Qonun ishlab o'zi tayyorligi. Qonun esa bo'ladimi degan savollar bordir. Jarayonda. Qarzdor bo'lish uchun jamiyatda davlatning ishlash kerak. Buni suhbat jarayonida agar bo'ladigan bo'lsa, haqiqatdan suhbat jarayonida boshqa tashkilotlar degan narsa bor. O'sha yerda deputatlarda xolis, haqiqatdan xolis qatnashsa, suhbat jarayoniga lekin savol kelib chiqadi. Aynan o'sha yerga o'zi xodimlar tayyorlashdi. Inson jarayonida o'tmaganda qandaydir o'quvchilar kelganda haqiqatdan do'stlar qildi. Yo'llar degan sistem ta'minlab haqiqatdan xodimlar ta'minlab. Shundan keyin biz juda chiqamiz, fotoq bo'ldi. Shunday savol. Shu mutaxassislarga ta'limda bormi? Hozir davlat xizmatchilari degan narsa bor. Xalq ta'limidagi 6 kishi o'tgan advokatlar. Qolganlari hozir blok bosh eksperiment markaziga ketyapti. Eksperiment markaziga ketyapti. Tanlovlarda qabul qilindi. Bular xalqaro vazir imzolari bo'lgan. Ayrim tanlov komissiyasi bor. Bo'limda ham yana qaysi tanlovda qabul qilinmagan lavozimlar. Hozir o'zida tanlovda qabul qilingan boshdan kelgan xodim bor. Xo'jalik o'zim bor. Boshqa lavozimlar qabul qilingan degan joy bor. O'quvchilarni qabul qilish jarayonida murakkab. Endi qanday bo'lar ekan? Qonunchilik bilan aytamadim. Qonunchilik ta'minlashni avval o'zimiz qonuniy ishlatishga tayyormiz va bormi degan narsa bor. Misol uchun mana maktablarda bo'sh o'zi mehnat qonuni bo'yicha vakant bo'lishi kerak. Vakant qachon maktablarda misol uchun maktablar tabriklar degan narsa bor, tabriklar bor, hamma taqsimlangandan keyin bu joylar ish olinadi. Endi bu jarayonda hali bu joy bo'lmasdan turib, obyektlar 500 soatlarga ishlar qoldirmadi bo'lyapti. Endi ikkinchi savol bizning hududimizdagi maktab bo'lmaydi. Ichidan yarmi pensiya o'quvchilar ekanda, eng ko'p gapni o'sha olar ekanda. Pensiya ham to'liq, oylik ham to'liq olar ekanda. Yangi o'quvchilar boshqa olganda yoshlar aytyapti, direktor bo'lsam deyapti. Xabarlarni bo'lsa kerak, eski taqdir mehnat kodeksida xodimning pensiyasi yetish bilan tashabbusini yo'qotmaslik mumkin edi. Lekin 2023-yil maydagi imkoniyat o'zgardi, ish tashabbusi bilan mehnat kodeksi prezident tashabbusi bilan avvalo ham pensiyani yarim olsalardi, lekin xodimlar yetarli bo'lmagani sababli to'landi. Endi hozir yana boshqa qayta ko'rishlar degan bir xabarlar kelib tushgan. Endi qachon qayta ko'rishlar qachon bo'ladi bizga xabar qilmoqchi, lekin vaqtda ketish kerak. Chunki hozir istoriyamay taklif ko'paydi. Hozir bu paytda xabar bo'lganda yetarli emas. Hozir yetarli xabar bo'lsa, shu narsaga endi vaqtda ketadi. Lekin hozir bo'ladigan bo'lsa, agar bizga xabar ketishadigan bo'lsa, faqat o'zimga xabar qilish kerak. Birodarlar, tibbiyot bo'yicha bo'ladigan tibbiyotda eng qiziqarli narsa qabullar ko'p bo'ladi, odamlar tibbiyot xodimlarini ishga joylashtirishda bo'ladi. Yo'l yigirma ham borda. Hokimlar, tuman hokimimizdan birortasi shu tibbiyotga murojaat qilib, ishga joylab qo'ying degan bo'lsa, hokim bo'lish olmayapti. Men bunga va'da bera olmayman deyapti. Chunki o'zida ish endi ko'plar ma'lumot beradi. Qaylardir bu deputatlar gapiga qo'shimcha qarasangiz, pensiyaga chiqib 1 million 5 million desa, bular yaxshi keldi. 1 million desa pensiya olib olyapti-da, ishlab yuribdi. Lekin qaydadir bitta yangi bitirgan xodim tibbiyot meditsina
ishga kira olmasa sarson bo'ldi. Demak, buni ko'rib chiqish kerak. Buni ko'rib chiqish qanaqa taklif beringlar. Bizlar beramiz. narsani aniq ko'rishimiz kerak. Bizda haqiqatdan turgan to'g'ri. Yo'nalish to'g'ri olingan. Faqat bittadan analiz qilishimiz kerak. Tadbirlar aniq tadbirligi bor bilan aniq boshning boshqa tadbirligi bor. O'rtada bir xodim boshni tutab oladigan bo'lsak, aniq boshni kerak. Bu yoqda birinchi analiz qilish. Bunda haqiqatdan qancha tadbirligi bor, qancha ishlayapti. Hozir bizda so'rasak, faqat vrachlar qismi vakant deydi. Vrachlar vakant beradi, o'zga xodimlar vakant emas. Endi agar ishi buni bo'ladigan birinchi ishda agar menda qismdan boshladi. Reviziyada aniq vakansiyalar qancha qanchalik, qancha xodim bor, qancha buni qanchasi e'lon berdi, qanchasini e'lon berib, qanchasi albatta qabul bo'ldi, qancha ochiq bo'ldi. Ochiq sifatga yuqorilayotgandek kengash qarorida bittaki oz deputatga qo'yish kerak. Adektiv deputat ko'targan bo'lsa, qonun jarayonida. Chunki haftasi bo'ldi o'sha yetadi. Deputat qatnashish kerak emas. Oz qatnashsa bo'ldi. Savol bormi? Shu taqdagi masala yuzasidan muzokara uchun deputatlardan xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi raisi bu ishlar bo'yicha kengash tomonidan hamda norma ijodkorlik yo'nalishlarini ishlarini jadvallashtirish maqsadida mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga muvofiq doimiy komissiya ko'rsatiladi. Birinchi, baliq tushunmalari bo'limi boshlig'i 2026 yil davomida norma ijodkorlik faoliyati hamda huquqni qo'llash amaliyoti amaliyotda o'zgarishlar olib borish, sayyor tadbirlar o'tkazish va takliflar ishlab chiqarish, hududiy davlat organlariga metodik yordam ko'rsatish hamda tushuntirish va seminar o'tkazish bo'yicha belgilangan tavsiyalarni ma'lumot o'rnida qabul qilish hamda ushbu bergan axborotni qo'llab tasdiqlashlarini so'rash. Mahallalarda chiqib aholiga davom etyapti. Shu uchrashuvlarda grafik bo'yicha grafik tashlab bersangiz, ana shu hududdagi deputatlar ham qatnashadi. Grafik tashlab berdi, endi mahalla rahbarligida ular hamkorlikda uyushtirib tashlab qo'yadi. Qolgan xabarni tashlab beradi. Olga olinadi. Qaysi hududda hurmatli deputatlar shu azyan uchrashuv bo'ladi mahallada. Uchrashuvga qatnashadi. Savollar bormi hozirga? Savollar bo'lmasa, ko'rib chiqilgan masalani ovozga qo'yaman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat, yan rozi, betaraf. Kun tartibidagi keyingi masala Ba'latshunor hokimi o'rinbosari oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i O'rnatoq Nazarovani ayollardan ro'yxatga olingan ijtimoiy og'ir oilaviy sharoitga tushib qolgan xotin-qizlarga yordam berish to'g'risidagi hisoboti berish uchun Ba'latshunor hokimi o'rinbosari O'rnatoq Nazarovga
daftari 7-bosqichida ayollar ro'yxatga olingan. Hozirgi kunda bu ayollar, hozir men aytmoqchi bo'lgan ayollar ham dastavda bor. Lekin ular qaysidir nimalar bilan ketgan reyestrdan. Shuni hisobiga bittalarga yordam qila olmasdan qoldik. Yana bu yerda favqulodda holatlar ham bo'lgan. Shuning uchun hozir men sizga tanishtirib Balqiston oila xavfsizlik xizmati tomonidan ayollar daftariga o'tilgan, yordamga muhtoj, lekin reyestrga kiritilmagan quyidagi ayollar ijtimoiy og'ir ahvolga tushib qolgan. Oila vakillarini murojaatlari o'rganilib, ularga tegishli tartibda amaliy yordam berish choralari ko'rilmoqda. Jami 7 nafar fuqaroning murojaati o'rganildi. Bunda Shodmon va Nilufar Zo'ravon mahalla fuqarolari yig'ilishi murojaat masalasidan bir nafar qiziga kontrakt masalasida amaliy yordam so'ragan. Bu masalani o'rganib chiqildi. Yana Farg'ona mahalla fuqarolari yig'ilishi murojaat masalasi insonlar uchun yordam. Bezak ota-onasini uyidan ajratildi. Bu sizga borib yordam berdi. Ota-onasi yashaydigan uydan bu sizga haqini murosa yo'li bilan ajratdik. Bu yerda qurilgan darvozasi alohida bir xona uy bor, ular hali bitmagan. Yonida bir xonani stena bilan ko'chirilmagan holatda o'rgan o'qishni ko'chirib chiqarish kerak. Shuning uchun o'qishga ham yordam masalasida keltirildi. Yana bu yerda hozir e'tibor Aleksandra Pavlovna. Bu ayol haqida hozir bitta ma'lumot berdim. Yana Jamila Mohimova Soliyevna. Murojaat masalasi uy ta'miri bo'yicha yordamga muhtoj. Bu oilada 3 ta nogironlar bor. Bular barisi haliga tomonidan bo'ladi. Aqliy jihatdan nogironligi bor. Otalari bor, otalari o'tib ketib qoldi. Hozirgi kunda bu ayol o'sha ota hovlida bu ham yashab o'tiradi. Shu bir xona uyga ajratib berishga juda ham bir ayanchli holatda. Lekin ularga qandaydir mahalla ham yordam bergani u darajada ta'minlab bo'lmagan. Ahmed va Mahsuna Kishkinor mahalla fuqarolar fuqarosi murojaat masalasi 2026-yil 17-iyul kuni favqulodda holatda uyi yonib ketganligi sababli. Bu ayolga ular yonib ketgan, mahalla ham yordam bergan, qarab turmagan, o'zimizdan bordik. Imkon darajasida mahallani yordamga chaqirib harakat qildik, lekin baribir qishga hali uy tayyor emas. Shuning uchun bu ayolga ham ketishganlik bo'ldi. Imom va Nozira Jo'rayevna bu qiz avariyaga uchrab yolg'iz ayol ekan, o'zi yangi Andijondan uy olgan, yangi Andijonda uyda o'tiradi. Uyda kreditlari bor, lekin avariyaga uchragani uchun hozirgi kunda sog'lig'i yomon, davolanishga majbur ekan. Uni hujjatlarini, rentgenlarini, boshqalarini olib kelib topshirdi. Bu ayolga sog'lig'ini tiklash va davolanish uchun kiritildi. Murojaatlar bo'yicha har bir oilani ijtimoiy holati o'rganilib, mavjud imkoniyatlar doirasida manzilli amaliy yordam ko'rsatish va muammolarni hal etish choralarini belgilashda tuman deputatlik kengashini navbatdagi sessiyasiga qo'yib, bunga barcha deputatlar amaliy yordam berishlarni va tasdiqlashlarni so'rab qoladi. Taniydilar ro'yxatdagilar. Mahallasi yo'qotlar bo'ldi.
avvalgi inson kerak yordam olibdi. Her şey mahzen bu. Yani sizin hakkında savaştığında yordam bulup mahkasını aldım. Allah'tan bir olarak kaçar. Yolda köyüne birleşti aldı. İnternetten doğru yani. Ha, özüne bağlı nasıl var? Hocam da abi buna dersleri duran var. Devlet yoldan bir Karakter yoldan yürüyen yok. Oturtun var. Bu oylarda yapılmayan mesela fazla düşünceler mesela doğru şu olayla bir tutarlar. Ama yoldan verilgen de bulabilir. Hemen de yoldan verilgen. Yine de yana kayıtta yoldan verilmiş gibi. Orayı yaptı bir tutarlar. Bunlar ondan sonra bir olma yapmış oradan. Mümkün mü? Boşanın üçü ikinci böyle kritik'e böyle yaptı. Ondan sonra bir tutarlar tasla veremiyor. Tasla veremiyor. Ertaga buni mana biz nimani yonib ketgan fuqaroni hozir bugina menga telefon qildi Turkiya orasida yonib ketgan yonib ketgan shifr yordam beramiz deganmi shifr yordam beramiz deb yozib senatdan qarshilik qildi bermaysan qarshilik qildi bermaysan deb mumkin emas shu nimani orqali o'tasiz deyapti berasiz deyapti inson reyestr bo'yicha berasiz. Endi reyestrni surishtirsa, reyestrda pul yo'q. Reyestrda pul yo'q. Demak, shu odam yordam qilib ketyapti, qo'yapti. Rasmiy aytmoqchimanki, bularda hozir reyestrda tushunib olinglar. Misol tasdiq beradigan bo'lsa, shu bizni qarorimiz bilan chiqib ketadi. Lekin avval olgan bo'ladi. Biz yana qaytadan berishga to'g'ri keladi. Shuni o'ylayapman. Men shuni o'ylanyapman. Boqimanda bo'lib qolyapti. Boqimanda. Orada bo'lib ketaveriladi. Ertaga qaytadan odam aviaborligida bo'lmasda yordam. Yo, avvalo bo'lgan. Agar doimiy murojaat bo'lsa bermaslik kerak. O'rganib qo'ygan. Qonun asosini ko'rish kerak. Qonunni berish kerak desa, ko'rish kerak, berish kerak. Agar qonunda bo'lmaydi degan bo'lsa, bermasligimiz kerak. Chunki bunaqa narsalar yana bo'ladi. Asli berishimiz kerak, balki ancha loyiq. Lekin baribir shu oxirgi holatlarni qarorga solib hozir buni biz qarab bunun markazi qolasi Islomobod. Qolasi bizning do'yinlarimiz qonun yo'lida sizni haqqingizlari lekin buni nasib berildi, buni berildi, buni amal qilindi. Endi bu yarim o'zing qilasan. Qattiq gapirib qo'ysa, bo'lmaydi hokimlarga kelaveradi. biz kadastrini bermay ancha shular hokimiyatga kelib kadastrini aviza qilib qondirib kadastr. Bu sotvormas aniqmas. Solishga tayyor. O'sha payt. Aleksandr aytgan Shu norozi. Ana shu to'ldirishda mana go'zal qonunlarni tuzilgan qo'yadi.
qabul bo'lsa kerak, men noroziman o'sha yerda. Olmagan narsasi qolmagan. Hattoki menga tuhmat qilib meni qatardi deb Jasurbek ortidan shunaqa u ariza qilgan bo'ldagilar hammasi chiqadi. Ular yordam beraversalar deb men davrimda meni oqlar. Ayollar. Lekin unda men qarshiman. Noto'g'ri berilyapti. Ko'raveradi. O'zini uyi bor. Uni aradagi yeridan ham qulagan. Bu oilamizga u akaga kuyovdi. Uni to'lab qo'yganlar. Qonuniy jalb qilinmadi. U qilaveradi. Qabrga borsa aytishadi. Masalan, men Jasurbek ortidan meni oxiri nima qilish bilan xatar deydi. Xatar bo'lganda xatar qandan beri o'sha bir oilasini buzgan, buzishda mana go'zalxona to'qnab tirik. Radioga borib pullar to'lagan. O'zbekistonda qarab turaveradi. Ya u aytgan bor siz eng kattasi meni xatar deydi. Bizda tadbirlar yana uzr ayollar siz uyam bor. Siz yemeydigan, men yemeydigan narsalar uyda. Ana deydigan ochigan. Hattoki men hech narsa yo'qotmagan, unaqa narsa yeyman. Aleksandr masalan bo'lgan qancha pul beramiz nodirangga pul berish kerak. Hech kunlik biz beramiz. Shularga agar taklif bo'lsa hatto doim olganlar bezovli bo'lib qolganlar, ya'ni endi shu xalq muhokama qilyapti, endi xalqga ham bo'lmaslik kerak-da. Masalan, hozir aytgan bo'yicha ko'rga sizlar ham kirdilar, ikkita ena bola yashaydi. Ijtimoiydan ham ro'yxatga tushirib bo'lmayapti. Hech qanaqasiga shablonga tushmayapti o'shalar. Yashashni ko'rsa hayvonotda yashamaydi, juda ham qiyin sharoitda, lekin shablonga tushmayapti deyapti, hech narsa yordam bera olmayapti. Endi bular yugurib chiqqanga yordam beraversak, xalq buyoqda eshitsa, masalan, deputatlar qarshi bo'ldi desa, hech kim mustasir emas, qayerga murojaat qilsa ham. Deputatlar qarshi bo'ldi o'rganishimiz kerak. O'shani aytaman, bugun tasdiqlanib o'rganib xulosani berib, berilgan yordamlari daftarda yozib o'tiradi, daftarlar bor, odinopa. Bergan yordamlar daftar bo'lar ekan. Endi o'shalari ba'zi turib keladi. Arzimaga o'nta oilasi zarur ko'riladi. Rahmat. Agar xudo yana xonadonlar bo'lsa, tumanni qolib ketgan. Qo'shib faqat ko'ramiz. Ayollar daftardan ham qo'llanadi agar shu demak, qo'shlar bo'laver ekanda, agar shunaqa bo'lganda qolib ketganlar bo'lsa, faqat o'rganib beringlar, sizlarda nima desanglar o'sha. Bermanglar desa bermay qo'yinglar. O'rganib beraveramiz. Bu hozir aytgan
muntazam ravishda murojaat qilganlarda muntazam ravishda murojaat qilganlar. Misol uchun hammani bezovken boshida deyishga majbur bo'ldik, pullarni misol uchun qayerga borsa orqasidan pul yurib borib olganlar. Lekin hozirgi aytgandek oddiy yoki bo'lmasam oyat nomusi bor xonadonlar bunlarni to'g'risida umuman murojaat qilmaydi, deram demaydi. Shuni qo'ylab hozir ikkitasiga berib qo'yib tursa, orqasidan yana 10 ta chiqadi. Natijada ham hokimiyatda hamma xalaqligi bor. Buni kelishilgan holatda agar oldingi olgan narsalarini hammasini go'zalab olganlarni aytib ishlayotgan bolalar ham qachon berilgan mahsulotlar yoki berilgan narsalar bor. Ularni faqat o'ziga berilgan narsalar olgan ekansan, degan xulosalarni ham o'zini ishlatishga majbur. Agar hozir bu masala to'g'risida 3 million, 5 million berishni mumkin. Lekin orqasidan shuncha odam ketishadi. Sababi daftarga olgandan beri bir so'm pul chiqqan yo'q. Hozir shularga chiqsa, keyin lekin shunga ko'proq nabz bo'ladi. Endi hozir so'rayapti, men bitta masala bor. Hozir ro'yxatni agar hukumat deputatlar shu masalani ochib qo'yamiz. Sizlarga hududlaringga tashkilotlar sizlar qo'llaringga ro'yxat beramiz. Shu o'zimiz mahalla raisi yetkazilgan kirishib o'zimizning hududda bo'lsa o'rganib beramiz. Buni bitta bugun o'rganmas. Buni tuman hokimlar qabul etgan bo'ladi. Ertaga viloyat hokimlar qabuliga boradi. Viloyat hokimlar qabuliga borib qaytarib kelgan fuqarolar bor bo'ladi. O'shaning uchun bugun erta tezda opasidan iltimos qilamiz. Ro'yxatni bizga berasiz. Qaysi hudud deputat hududida bo'lsa o'shani o'rganib berasiz. Kelishavramizmi? Bu masalani biz hozircha tasdiqlaydigan buni qisman tasdiqlab turib o'tganlarni tasdiqlanadi. Umumiy holatda tasdiqlansa, lekin ichida noloyiq boshqa savollar yo'qmi? Insonlar masalalar yuzasidan muzokara uchun xalqning ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Yemat Quravon saylov okrugi xalqning kengashini saylangan deputat Ilhomov Ilhomov do'konlarga beraman. Doimiy komissiyada ko'rish kerak edi. Albatta doimiy komissiya o'zbekistonga o'zbekcha qonunlarni bu xato bo'lgan jarayonida amal qilyapti. Lekin hozir agar avvalan qayta olgan bo'lgan taqdirda ham joy yongan, avariya bo'lgan, bilmagan holatda tabiiy aloqalarni kerak. Shunday boshiga tushmasin, bunaqa paytda bor tayyor bo'lmaydi. Lekin qolganlarni to'g'ri taklif qilyapti. Ertaga ularni ro'yxatini berishimiz kerak. Chunki ayollar daftari Bo'lmadan bu masala bo'yicha hujjat qilamizda biz qaytasidan deputatlardan taklifiga asosan o'rganib chiqib ma'qul bo'lganlarini rozi o'tib to'g'rimi? Shunga roziman deganda deputat tasdiqlaydi. Qarshilar e'tirof qiladi. Noloyiqni chiqaradi. Hozir sesamiz yaklaştı olan ekspert
Nogironlarni ko'rishlar, mana Aleksandrani kelsa kiradi. Kiradi, bizga mahalla raisi bilan hozir mahalla raisi yo'q bizda. Qo'yib beramiz, sizlarda. Ungacha o'rganlar, yoqib yordamdan siz bor deputat kimlar? Zohidjon kiring. Zohidjon bo'ladi, Zohidjondan birga kelib o'rganib beradi. Kelasizmi? Rahmat. Qolgan masala bo'yicha hududdagi sizlarda bo'lsa ham boshqa masalalar ko'rganlarga masalan rahmat. Yoshlarimiz birga sizlardan ko'p tushundik. Hududlaringizda qanaqa sayli masalalar ko'riladigan bo'lsa, chiqib mahalla yettilikda nimani hududdagi deputatlar bilan birgalikda ishlaymiz. Rahmat o'tiringlar. Endi bizni hurmatli deputatlar davlat nazorat tashkilot va fuqarolarni xizmat qilish bosh mutaxassis oldiymiz. Jamolidinova Xolidaxon, bu qizimiz ish joyi nimada bo'ladi? Davlat xizmatlari binosida bo'ladi. Bizni huquqiy tushunchalar beradi. Advokat bepul xizmatlar. Kunlar hozir qaysi muammo bo'yicha advokatga murojaat qiladigan bo'lsangiz, sizlar bekamga ish qilyapsiz, to'g'rimi? Shuning uchun bizlar ham shartnoma bilan hamkorlikda bu qizimiz bepul xizmat beradi. O'z oltin ko'rlik masala. Yurist biz shunga qanaqa hududlaringda muammolar chiqadigan bo'lsa, telefon raqamlarini olasizlar yig'ilishdan keyin nima qilib uchrashamiz. Hozir aytib qo'yganda hamma tengi. Jamolidinova Xolida. 52 25 Masalan, menga aliment bo'yicha kelyapti fuqarolar. Menga o'zim aytayolarim, da'vo ijrosiga berishim kerak. Uqib berishga majburman, talabni bajarishga majburman. Da'vo ijrosini qilib beryapmanda, uqib bugun topshirmaymi? Ertaga topshiradi. Shu quvonchda keladi. Istayapman xotin-qizlarni. Sizda shunaqa ayol keldi. Albatta, menga qo'lingga bir gaplashing, sudgacha bormaysiz. Da'vo ijrosini qilmaslik degan ishlarni qilyapman. Aytayotganim bo'lsa, bir oilamiz deydi-da, sizlarga ham ularga nima bo'lmasin degan ma'noda istab topib faqat shunaqaman menga keldi davolada qilyapti. Bu yerga topshiradi. Siz bugun bormaysiz. Balki holati yaxshi. Shunaqa da'vo arizasiga chunki qizlar keladi, yosh qiziqqon, stress beradi. 2 kun bo'lyapti, 1 kun bo'lyapti deganga, va kecha payti degan bugun beryapti. Ajrimga ham alimentga ham beryapti. Siz ular qilyapsizlar, rahmat. Hozirdan buni hozirni oldin birgalikda hamkorlik ishlaymiz. Hammasi har bitta masalani birga ko'rib chiqyapti. Hurmatli sessiya qatnashchilari, sessiya kunida ko'rib chiqish va muhokama qilish uchun barcha masalalar ko'rib chiqib bo'lindi hamda ko'rib chiqilgan masalalar bo'yicha qarorlar qabul qilindi. Sessiya ishi bo'yicha kimda qanday fikrlar va qo'shimchalar bor? Agar takliflar bo'lmasa,
taklif xalq deputatlar ba'zi tuman kengash qo'yib sessiyasini yopiq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar,